Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan eng qiziqarli va muhim xabarlar bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'ling. Darvoqe bizni kanalimizni ko'p futbol muxlislari obuna bo'lishmasdan kuzatishmoqda. Iltimos qilamiz, kanalimizga obuna bo'ling. Mehnatimiz uchun like tugmachasini bosishni unutmang. Diqqat qiling, biz boshladik. Qadrli do'stlar, bugun diqqat e'tiborimizni Qatar yashil maydonlarida ajoyib yurishini davom ettirayotgan O'zbekiston o'smirlari haqida gaplashamiz. Xabaringiz bor, vakillarimiz so'nggi turda Panama darvozasiga 6 ta gol urib, play-off masalasini, ya'ni 1-16 final yo'llanmasini qo'lga kiritdi. Keyingi raqibimiz bu Xorvatiya. Xo'sh, Xorvatiya jamoasi bizdan kuchlimi? Umuman olganda 15-noyabr sanasida O'zbekiston-Xorvatiya o'yinida kim g'alaba qozonadi? Bilasizmi qadrli do'stlar, agar O'zbekiston o'smirlari Xorvatiya to'sig'idan o'tsa, keyingi raqiblari u daraja kuchli emas. Demak, shunday ekan, Xorvatiyani mag'lub etish bizga asosiy vazifa. Keyingi raqiblar uchun bizga omad yordam beradi. Xo'sh, Xorvatiya qanday jamoa? Shu vaqtga qadar Xorvatiya jamoasi qanday natijalarni qayd etgan? U17 jahon chempionati 1-16 finalga yo'l olgan O'zbekiston o'smirlari terma jamoasi endi jiddiy sinov ostonasida. Biz uchun navbatdagi raqib yoshlar futbol maktabi va intizomi bilan nom chiqargan Xorvatiya terma jamoasi. Bu bellashuv nafaqat musobaqadagi yo'lni davom ettirish uchun, balki O'zbekiston yoshlar futboli qay darajada o'sganini ko'rsatadigan katta imkoniyatdir. Tajribali raqib Xorvatiyaning mundial tarixi. Xorvatiya U17 terma jamoasi bu safar jahon chempionatida 4-marta ishtirok etmoqda. 2001 va 2013-yillarda ular guruh bosqichidan chiqa olmagan. 2015-yilda esa chorak finalgacha yetgan. Bugunga qadar eng yaxshi natijasi shu hisoblanadi. Demak, ular bu safar ham ana shu bosqichni kamida takrorlashni, balki uni ortda qoldirishni niyat qilgan. Demak, Xorvatiya terma jamoasi C guruhidan o'rin olgan. Raqiblar Kosta Rika, Birlashgan Arab Amirligi va Zambiya. Birlashgan Arab Amirligini 3-0, Kosta Rikani 3-1 va Zambiya bilan 0-0 o'ynagan. Xorvatlar jami 6 ta gol urib, o'z darvozasidan bitta to'p olib chiqqan. Eslatib o'tamiz, Xorvatiya jamoasi 7 ochko to'plab guruhda 2-o'rin bilan play-off masalasini qo'lga kiritdi va bizga raqib bo'ldi. O'zbekiston o'smirlari esa jami raqib darvozasiga 9 ta gol urib, 4 ta to'p olib chiqdi. Ya'ni Paragvay 2-1 hisobida dog'da qoldirildi, Irlandiyaga 1-2 hisobida imkoniyat boy berildi va so'nggi turda Panama darvozasiga 6 ta gol urdi. O'zbekiston ham 6 ochko bilan guruh masalasini hal etdi. Demak, Xorvatiya O'zbekiston uchrashuvi 15-noyabr kuni 9-sonli maydonda bo'lib o'tadi. Doha vaqti bilan soat 18:45 da, O'zbekiston vaqti bilan 20:45 da ko'rsatilgan. Demak, qadrli futbol muxlislari, 15-noyabr sanasida O'zbekiston o'smirlari g'alaba qozonsa, chorak final yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Demak, qadrli futbol muxlislari, 15-noyabr sanasida O'zbekiston va Xorvatiya o'smirlari bahs olib borishadi. Biz umuman bo'ladigan o'yinlar, ya'ni 1-16 finaldagi juftlik raqiblar haqida ma'lumot berib o'taman. Zambiya, Mali, Portugaliya, Belgiya, Shveysariya, Misr, Fransiya, Kolumbiya, Argentina, Meksika, Irlandiya, Kanada, AQSh, Marokash, Braziliya, Paragvay, Senegal, Uganda, Janubiy Koreya, Angliya, Italiya, Chexiya, Yaponiya, Janubiy Afrika Respublikasi, Germaniya, Burkina Faso, Venezuela, Shimoliy Koreya, Avstriya, Tunis, Xorvatiya, O'zbekiston uchrashuvlari bo'lib o'tadi. Demak, qadrli futbol muxlislari, 15-noyabr sanasida hammasi o'smirlarimizni o'z qo'llarida. Xorvatiyani mag'lubiyatga uchratsak, chorak finalga chiqamiz. Chorak finalda bizga juda ham oson raqib keladi, duch keladi. Umid qilamiz, men ishonmoqdaman. Faqatgina mana shu jiddiy Xorvatiya to'sig'idan o'tib olsak bo'ldi. Islombek Ismoilov jamoasiga, o'smirlarimizga omad tilaymiz. 15-noyabrda g'alabali kunlarda yana gaplashish nasib etsin. Olg'a O'zbekiston. O'zingizni ehtiyot qiling, salomat bo'ling. Biz yana gaplashamiz.